Gollivud yulduzlari ichida trendga aylangan Nat Plus haqida men so'ramoqchiman. Nat Plus o'zi nima? Rostdan ham eng shov-shuvli bo'lgan kapelnizalar ichida shov-shuvli bo'lgan kapelnitsa Nat Plus. Nikotinamid adenin denukleotid kapelnitsasi. Вообще bu ferment, koferment bo'lib, u hujayraning ichida bo'ladi va u hujayraga energiya tiklanishiga yordam beradi. Bu degani teringizni yoshartirib ishlab turishga bu koferment yordam beradi. O'sha bormi bizda? Biz klinikamizda, Arsenal klinikasida. Конечно, bizning klinikamizda bor. Bu kapelnitsa hujayra ichida yoshartirishga yordam beradigan kapelnitsa bo'lib, ammo qo'llanish mumkin bo'lmagan holatlar bo'lganligi sababli birinchi navbatda qon analizlarini topshirib, oliy toifali vrach konsultatsiyasidan o'tib, keyinchalik bu kapelnitsani qo'llashni men tavsiya qilgan bo'lar edim. Demak, hammaga mumkin emas ekan. U yoshingiz 40 ta, lekin 18 yoshlardek sog'lom va go'zal bo'lishni xohlasangiz, Nat Plus olar ekansiz. Короче, telefon raqamlar, adreslar, mana sizlarga vrach kelaverasizlar.